Senyoritalarim, bonjour. Yaxshimisizlar? Hammasi zo'rmi? Bola chaqa, uy tinch, hammasi zo'r. Bilaman, meni sog'inganlarga esa alangali salomlar. Yo'qolib qoldim, chunki ish ko'p, dam yo'q. Damlarni ham oldim, baribir ko'zlarim shishgan, hali joyiga tushgani yo'q. Sizlar bilan ichim tuyla gap hammasini aytishim kerak, sizlar bilan hammasini ulashishim kerak, lekin hech imkoni bo'lmayapti. Dam olishdan keldik, 10 kun, 11 kun ketdik, zo'r bo'ldi, storieslar kam bo'ldi. Telefonim to'la video, hammasini qo'yganim yo'q. Yani muhabbat qahvasi degan profil ochib, o'shanga yarmini qo'ydim. Ya'ni yarmichasi bor, yarmini yana sekin-sekin qo'yib boraman. O'tib olsalaringiz ko'rasizlar. Vizualyatsiyani shunaqa qilsalaringiz sizlar ham borasizlar. Orzu qilib 5 yil orzu qilganimga, Bali oroliga 5 yil orzuyimda erishdim. Ish qilib shunaqa gaplar, senyoritalarim, sizlar bilan yana men bir ko'rishmoqchi, birga onlayn emas, offlayn suhbat